Bu kadar uzunligi necha buni? Assalomu alaykum do'stlar. Biz Bobur akani ranchosidamiz. Sotiladigan ho'kizlarimiz akani o'zlaridan so'raymiz. Aka, buni veslari qanday, yoshlari qanday? Shu haqida aytib berasizmi? Assalomu alaykum barchaga. Bu mollarimiz aprel, mart oyida yig'ilgan. Sharali, Grenford, Mickey Mouse, Simmental kabi buqalarimizni yig'ib olganmiz sinov tariqasida. Bu mollar asosan slyoz bedada turadi. Kunlik jo'z yemlarni yeb turadi. Kilolarni aytadigan bo'lsak, 500 kilodan oldi 850-800 kilogacha tarozi qiladi. Bu qancha vaqtdan beri boqiladi? Apreldan hisoblaganimizda где-то bir 9 oyda boquvda turibdi, 9 oydan beri. Oldidan slyoz uzilmaydi umuman. Kunlik 2 mahal jo'z, kepak, bug'doy yorma yeb turadi. Mijozlarimizga qanday xizmatlarda sotsak bo'ladi buni? Qanday qilib? Mijozlarimizga xohlasa живой вес taroziga beramiz, xohlasalar so'yib ham beramiz. Qassob xizmati o'zimizdan. 4 bo'lak go'shtni taroziga qo'yib, narxini kelishib beraveramiz. Живой весga ham taroziga kelishib, nechta soniga qarab sotilaveradi. Mana soni 35 tadan ortiq deyapti. Hammasi yenda turgan, boyagi aka aytgandek 9 oydan beri turibdi ekan. Hammasi so'yilishga tayyor. Oldida ham silyoslar bilan to'lida turibdi. Turmada. Mana bizda 1 tonnalik buqalarimiz ham bor ekan. Mana akalar haydashyapti, bu yerga olib kelishyapti. Qizlarimiz bu ham sifatiga gap yo'q ekan. Shu aytgan mana shu Sharali, Grenford. Bu kadar uzunligi necha buni? Orqalari ham haqiqiy buqada bular. Orqalari ham haqiqiy buqada bular. Hammasi orqalari ham 4 burchak ekan ularda ham. Shu veslari 500 kilogramdan oldilari 800-900 kilogramm, bu yoqda 1 tonnaliklarimiz mana. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqaraverasizlar. Obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bizda chiroyli chorvadagi mol, qo'y hammasini chiroyli qilib ko'rsatib beramiz. Bular Sharali buqalarimiz ekan. Orqalari ham bo'ylari ham juda zo'r ekan. Orqalarini yemda turgan.
hammasi so'yishga tayyor turibdi. Taroziga, shuni oyoqlaringga ham sotishga tayyor. Hammasi. Orqalari ham to'rt burchi, hammasi joy-joylar. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, telefon nomer qoldiramiz. Sir bo'lmasa, bular o'zi boshida kelganda necha kilogramm bo'lgan, qanday holatda bo'lgan, veslari qancha bo'lgan, shu haqida ma'lumot bersangiz, obunachilarimizga foydali bo'ladi. Buzovlarimiz aprel, mart oyidan boshlab yig'ilgan. Bular kelgan vaqtida 180 kilodan 250 kilogacha terib olingan. Mollarimiz Sharoley, Grenford, Mickey Mouse, Shved zotli buqalarimiz bor. Bu mollar asosan Slyosda to'kmada turadi. Mollarimiz 5 oy davomida to'kmada turib o'sirish hisobiga avgust oyidan boshlab juvozga o'tkazganmiz. Yaqin 5 oydan buyog'iga juvozda to'kmada juvozda turibdi. Mollarimizni xohlasa живой весga taroziga beramiz, xohlasa so'yib xizmati ham bor. So'yib xizmatiga qassobda ham o'zimiz so'yib, to'r bo'lak go'shtini oladigan xaridorlarimizga chiroyli so'yib beramiz. Mollarimiz hech arqon ko'rmagan. Zagonning ichida 5 ta, 6 ta, 7 ta bo'lib kletkada buzovligidan buyon shu o'rinda turadi, yo'nalishda turadi. Ukollari, kasalligi hammasiga veterinariya javob bo'lgan, ukollar qilingan vaqtida. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, telefon nomer qoldiramiz. Telefon nomerlar 94lik 090 0003. Manzilimiz Jizzax viloyati Zomin tumani, Quyonoqli qishlog'ida. Telefonga bog'lansalaring, qolgan manzil tushuntirib, qolganini telefonda gaplashaveramiz. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Agar kimdir buqalar qidirib yurgan bo'lsa, go'shtga tanishlarga yuborib qo'ying. Foydali bo'ladi. Aka buni davomi ham bor deyapti. Yana kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, yana ho'kizlarimiz bor deyishyapti. Hammasi to'kmada, apparatlarda, mashinalarda, katta mashinalarda solinarkan, yemlar hammasi. Bu yerda yana orqalarimizda yana bor. Mana bu tomonlarda ham ho'kizlarimiz bor ekan. Keyingi etapga tayyor bo'lishga ho'kizlarimiz bor ekan yana. Obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bizda chiroyli chorvadagi mol, qo'y hammasini chiroyli qilib ko'rsatib beramiz.